Faqat Misrda topilgan bu narsa barcha olimlarni larzaga soldi. Barcha hayron qoldi. Misrda mukammal doira shaklidagi qadimiy ibodatxona qoldiqlari topildi. Misrda arxeologlar noyob va qadimiy doira shaklidagi ibodatxonalarni topdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda ushbu inshoot taxminan 2200 yil avval muqaddas suv rituallari marosimlari uchun ishlatilgan va bu haqda Daily Mail xabar berdi. Ibodatxona hozirgi Port Said shahridan janub-sharqda joylashgan qadimgi Peluzi porti hududida topilgan. Majmua markazida diametri taxminan 35 metr bo'lgan yirik suv havzasi joylashgan bo'lib, bu Nil daryosi bilan kanallar va rezervuarlar tizimi orqali bog'langan. Tadqiqotchilarning fikricha, inshoot kam o'rganilgan xudolardan biriga bag'ishlangan bo'lishi mumkin. Havzaning markazida kvadrat shakldagi poydevor topilgan. Amerika arxeologiyasi instituti egiptologiyasi Steve Harvinning ta'kidlashicha, ibodatxonaning aynan qaysidir ilohga bag'ishlangani tasdiqlansa, bu avval faqat yozma manbalardan ma'lum bo'lgan kultning, ya'ni e'tiqodning kamyob moddiy daliliga aylanadi. Tarixchilar Nil daryosi qadimgi misrliklar hayotida asosiy rol o'ynaganini ta'kidlamoqda. Daryoning har yilgi toshishi tuproq unumdorligi ta'minlangan va muhim ramziy ma'noga ega bo'lgan ibodatxona ichida Nil loyqasi va suv yig'ish tizimlari izlari topilgan. Bu esa uning daryo kultlari bilan bog'liqligini tasdiqlaydi. Miloddan avvalgi 8-asr atrofida asos solingan Peluzi shahri Nil deltasi chegarasidagi strategik mavqega ega bo'lgan muhim savdo va mudofaa punkti bo'lib xizmat qilgan. Turli davrlarda esa u Misr, Yunon va Rim sivilizatsiyasi ta'sirida bo'lgan. Shu bilan xabarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eng tezkor va shou biznes xabarlaridan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.